Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Bugun videomiz Redmi Note 14 telefoni haqida bo'ladi. Bu telefonimiz hozirda bozorda $180 atrofida sotilyapti. 2025-yil eng ko'p sotilgan telefonlardan biri desa ham bo'ladi. Hozir shu telefonni yaqindan obzor qilib beramiz, tanishtirib o'tamiz. Unda boshladik. Bismillahirrohmanirrohim. Redmi'ning korobkasida har doimgidek bilasizlar, o'zini chexoli bor, zavodskoy. Oldin oq bo'lib chiqardi, hozir bunaqa chexollari qora bo'lib chiqyapti. Ichi ko'rinadigan bo'lardi, hozir mana ichi ko'rinmaydigan chiroyli chexol o'zini korobkasidan ichidan chiqadi. Va yana qo'shimchasiga o'zini quvvatlagichlari ham bor, 33 vatli faqat. Tez to'ldirmasa ham bo'ladi. 1 soatlikda to'ldirib beradi 100% ga. Telefonimizda o'zini ko'rinishi, orqa tarafi chiroyli qilib ishlangan plastikdan. Matoviga o'xshash mana qo'lda izlari ham qolmaydi. Kameralari ham chiroyli qilib ishlangan. Отпечаткasi Note 14 отпечаткasi ekranga bo'ladi. Oldingi telefonlarga o'xshash yonboshiga emas, ekranning o'ziga bo'ladi. Hozir ekranni ko'ramiz, ramkalari endi juda ingichka ham bo'lmaydi, ayniqsa mana past taraflariga e'tibor qilsanglar, qalinroq baribir. Endi $180 endi hozir 2 milliondan sal oshiqroq bo'ladi so'mga. Endi shu puliga yarasha, endi qimmat flagman telefon bo'lmasa ham o'sha puliga arziydigan hozirgi vaqtda Redmi'ning eng puliga arziydigan telefonlardan biri bu Redmi Note 14. O'sha olgan pulingizga boshqa telefonlarga nisbatan ancha funksiyalari, o'zini chidamliligi ancha yuqori bo'lgan telefon. Shuning uchun ham shu 2025 o'tgan yil ham juda ko'p sotilgan bu telefon. Telefonimizda ekrani AMOLED ekran. Ekran kattaligi 667 dyuymli ekran qo'yilgan. Endi o'rtacha, bu juda katta ham deb bo'lmaydi, o'rtacha qilib qo'yilgan bo'ladi. Juda katta ham emas, juda kam ham emas. Hozir Redmi ko'p e'tibor qilgani shu batareykani katta qo'yishga e'tibor qilyapti. Mana shu Redmi Note 14 da ham 5500 amperli batareyka qo'yilgan. Oldingi telefonlarda deyarli hammasida 5000 amperli batareyka qo'yilgan bo'lsa, hozirgi mana shu telefonlarda iloji boricha kattaroq qilib qo'yishyapti. Bunga 5500 amperli batareyka qo'yilgan, lekin shunda ham uncha bilinmaydi. Mana telefonning qalinligi ham ko'rib turibsizlar. Unday qalin emas, lekin batareykasi deyarli 10% ga kuchliroq, kattaroq batareyka qo'yilgan. Telefonimiz 120 GHz da ishlaydi. Yana nima deyish mumkin? Telefonni hozir kamerasini ko'rsatamiz. Telefonimizning kamerasi 108 megapikselli kamera qo'yilgan. Bo'ladi, yomon emas mana. Yaqinlashtirsanglar ham zo'r ko'rsatadi. Yaxshi, tiniq, faqat hozir videosini ko'ramiz. Ko'p o'zim ham o'sha internetlarda ko'rdim, videosi faqat o'sha stabilizatsiya funksiyalari yo'q deb ko'rdim. O'zim hozir yana tekshirib ko'ramiz. Yo'q, haqiqatdan ham avtostabilizatsiya funksiyalari yo'q mana. Video olganda, mana qimillaganda mana. Ayniqsa yurib video qilsanglar, bu menimcha qiynalasizlar, chunki videolaringiz shuvalib ketadi. Mana qimillaganda mana. Oldingi adashmasam, oldingi telefonlarda, Redmi ko'p telefonlarda shu arzon telefonlardan avtostabilizatsiya funksiyasi bor edi. Bunda yo'q ekan. Lekin mana rasmga tushirish manaki. Rasmga tushirish yaxshi, ancha tiniq tushiradi, chunki 108 megapikselli kamera qo'yilgan. Yomon emas. Buni ko'ramiz, razresheniyasi manaki tiniqligi. Video olsanglar ham yomon olmaydi, faqat shu
bitta minus tarafi. Endi deyarli Note 13 bilan bularni unchalik farq qilmaydi. Kameralar deyarli bir xil chiqadi, faqat shu avtostabilizatsiya funksiyasi bo'lmasa, shu qimirlaganda videolar sal shuvalib ketadi. Shunda farq qiladi. Qolgan rasm tushirishlari hammasi juda yaxshi. Tiniq chiqadi rasm tushirganda. Telefonimizda protsessorga keladigan bo'lsak, telefonimiz protsessori MediaTek Helio G99 Ultra protsessori qo'yilgan. Oldingi telefonlarda shu Note 13, Note 12 larda Snapdragon protsessorlar qo'yilardi. Bunda MediaTek Helio G99 Ultra protsessor qo'yilgan. Bu ham endi juda yomon deb bo'lmaydi, o'sha protsessor o'rtacha, lekin ancha bo'lgan bir 4 yilcha bo'ldi bu protsessor chiqqaniga. Ishlashi yaxshi, yomon emas. Ko'p sinovlardan o'tgani uchun ko'pchilik hozir mana shu Note 14 ga ham shu protsessorni qo'yishgan. Ishlashlari endi juda qotmasdan ishlab beradi, xudo xolasa, yaxshi xizmat qilib beradi. Telefonimiz haqida yana nima deyish mumkin? Telefonimiz IP54 bilan himoyalangan. Bu degani bu o'sha yomg'irdan, changdan himoyalangan, lekin suvga chidamli emas. Suvga yana qo'yib demanglar, suvdan himoyalanmagan. Agar ichiga suv o'tib ketsa, birdan buziladi. Ekrani AMOLED ekran. Ishlashi endi yaxshi, yomon emas. Endi ko'pchilik mana shu olganlar ham yaxshi deydi, kameralarni ham ayniqsa maqtashadi. Puliga arziydigan telefon, o'sha pulingizga o'sha $180 endi hozir atrofida sotilyapti, har xil. Endi ozroq arzon, ozroq qimmat bo'lishi mumkin. O'sha pulingizga rozi bo'lasiz ishlatsangiz. Hamma tomonlama puliga arziydi. Yana nima deyish mumkin bu telefon haqida? Yomon emas, o'zimga ham yoqdi. Ekranlari ham mana tekis ekran qilingan, faqat ramkalari qalinroq ekan. Kameralar, orqa taraflari ham chiroyli ishlangan. Menimcha puliga arziydigan telefon. Videolarimiz yoqqan bo'lsa, like, podpiska bo'lishni unutmanglar. Yana keyingi videoni kuzatib boringlar. Keyingi videoda shu telefonni Note 14 ni Note 15 bilan solishtirib ko'ramiz. Qani qaysi nima farq qiladi, qanchalik farq bor. Keyin xohlasanglar yana kommentariy yozinglar. 15C telefon bor, agar u bilan ham solishtirib ko'ramiz. Shu bular bilan deyarli bir xil. O'sha anonsi nima deydi, puli qimmatroq bo'lishi mumkin, nimada farq bor, o'shalarni ko'rsatib beramiz. Videomiz yoqqan bo'lsa like, podpiska bosishni unutmanglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.